siz ham 40 kun shuni sinab ko'ring. Eringiz nima desa ham umuman gap qaytarmaysiz, urushmaysiz. Shu narsadan keyin 40 kundan keyin uyingizga o'z-o'zidan baraka kiradi, uyingizdagi hamma narsa to'lib toshadi. Ikkinchidan turmush o'rtog'ingizga ishlar yurishib ketadi. Uchinchidan farzandlaringiz sizga bo'ysunuvchan, gapingizga quloq soladigan bo'lib qoladi. To'rtinchidan turmush o'rtog'ingizga ishi yurishgandan keyin sama-saboy siz ham orzu maqsadlaringizga erisha boshlaysiz. 40 kundan keyin shu narsaga o'rganasiz, uyingizda umuman janjal bo'lmaydi, xotirjamlik hukmronlik suradi. Men onamga mehmonga borgandim, tog'amlar mehmonga kelgan ekan, ular taqvoli, juda ham taqvolilar. Shu kinoyim o'tirgan, kakras o'sha kuni xo'jayinimdan aytishib qolgandim-ki, shunda kinoyim aytdilar-ki, 40 kun umuman gap qaytarmaysiz. Eringiz haq bo'ladimi, nohaq bo'lasizmi? Bo'ladimi dedi. Indamas yerga qarab xo'p bo'ladi deb turasiz. 40 kun dedi. Keyin shundan keyin natijasini ko'rasiz dedi. Biz baribir ayollar erini roziligisiz jannatga kira olmaymiz, erkaklar ota-onasinikini dedi. Shu 40 kun mana hozir men shuni paka shuni ustidaman 20 kun bo'ldi, hali umuman urush janjal bo'lmadi.